bugün yana sökülüp boşaysan dedim. Nima qilasan o'rta dedim. Boradigan joying yo'q ko'rsatdim Koreya dedim. Ishlamasang dedim. Hadi bu yoqqa kelaver balkim dedim kechirar dedim. Protsent berar balkim dedim. Balkim qamalar dedim. Balkim ana udoq qo'yar dedim. Ben aytdim uni unga. Qora aka bilan bo'lgan temada do'stlar, u o'zi bilib mana shu narsa bo'lishini qonunni oldiga javob berish uchun o'zi ketgan. Qonun, men aytaman sizlarga, u sizlar ko'rgan darajada internetda din yomonlayotgan darajada u kirisha bo'lar ekan. U ichi ekan. Zik, sen bilan men misol ichsak urush qilishimiz mumkin, janjal qilishimiz mumkin. U unaqa bo'lmaydi. U chiqaykanda kirishasi tomi ketayotganda poxiy bo'lib qolar ekan. Короче, internetga ko'rsataver ekan, любой narsa gapiraver ekan. U faqat Pakayevim gapirar ekan, tushundingmi? Mana men bilan o'zlari tekshir.